120-bab. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث حدثنا هاشم وهو ابن سعيد الكوفي حدثني كنانة مولى صفية قال سمعت صفية تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها فقلت لقد سبحت بهذه فقال ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به. Safiya onamizdan rivoyat qilindi. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening huzurimga kirdi va meni oldimda 4000 navat bor edi. Navat danak degani, xurmo mevasining ichidagi danagi, urug'i. Men shu danaklar bilan urug'lar bilan tasbih aytardim. Subhanalloh, subhanalloh deb qarang, 4000. Aytdimki, haqiqatan ham shular bilan tasbih aytib chiqdim dedim. 4000 ta tasbihni aytgandilar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilarki, senga shu tasbih aytgan narsadan ham ko'ra ko'prog'ini o'rgataymi? Shu 4000 ga tasbih aytsan, shundan ham savobi ko'p bo'lgan, barakati ko'p bo'lganini senga o'rgataymi dedilar. Faqultu bala allimni, men aytdimki, bo'lmasam shu o'rgating menga. Faqala quli subhanallohi adada xalqihi. Alloh taolo mahluqlarning adadicha pokdir desa. Ya'ni Alloh taoloning pokligi mahluqlarning adadicha. Subhanalloh. Ya'ni Alloh taoloning pokligi emas, mahluqlarning adadicha deb aytganlar. Qani shuni aytsiz, haqiqatan juda ko'p bo'ladi. Bir marta subhanalloh deysiz, mana 4000 marta subhanalloh deysiz, lekin subhanallohi adada xalqihi desiz, butun mahluqlar nechta bo'lsa, uni nechtaligini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Shuncha tasbih aytgan bo'lasiz birdaniga. Shunga o'xshagan hadislar mana tasbihning, ya'ni biror narsa bilan zikr qilishligini joizligini ko'rsatyapti. Mana shu xurmoning urug'larini ipga bog'lagan holatda bo'lsa, ipga bog'lanmagan holatda bo'lsa, farq qilmaydi. Shunda sanab zikr qilyapsiz-ku, demak bir narsani olat qilib sanab zikr qilishlik joiz ekan. Lekin uni ibodat demaslik kerak. Zikr ibodat, bu danak ibodat emas, urug' ibodat emas. Urug'ni sanashlik ibodat emas. Bu ibodat desa unda bid'at bo'ladi. Bo'lmasam, ya'ni odamlar tasbih deydigan shu zikrlarni sanaydigan narsa bid'at emas, uni bid'at deb janjal to'polon qilishlik, ya'ni ortiqcha keraksiz narsadir. Bir odam aytsa-ki, payg'ambarimiz shunga buyurgan, shunda zikr qilsa savob bo'ladi, bunda zikr qilmasa savob bo'lmaydi yo qabul bo'lmaydi, u bid'atdir. Bu noto'g'ri, botil narsa, hech qanday dalili yo'q narsa. Ya shu tasbih meni avliyo qiladi desa, bu ham noto'g'ri narsa. Ba'zi ulamolar aytgan eskidan shu tasbihni ko'rsatib, ya'ni so'rashgan ekan, qanday qilib bu darajaga chiqdingiz? Tasbihni ko'rsatgan ekan. Ya'ni maqsadi tasbih emas, shu tasbih ko'p zikr qildim demoqchi u. Uni har narsaga aytsangiz bo'laveradi-da. Janamozga ham aytsangiz bo'laveradi. Bir odam ko'p namoz o'qigan bo'lsa, qanday sen bu darajaga chiqdingiz, janamozni ko'rsatsa? Bu janamoz uni qilgan bo'lmaydi-ku, namoz qilgan bo'ladi. Shu ma'noda. Shuning uchun ixtilofga kerak yo'q. Zikr qilsa bo'laveradi tasbihda. Sizga osongina bo'ladi. Va qaytaga sizga yordamchi bo'ladi. Cho'ntagingizda tasbih bo'lsa, har qo'lingizga tekkanda zikrni eslaysiz, zikr qilasiz. Xususan bu zamonda kimga qarasangiz dunyodan gapiryapti, hech kim zikr qilmaydi. Ya'ni zikr qila olmaysiz, zikr esingizga tushsa ham ba'zan uyalasiz, ba'zan shayton vasvasa qiladi, ba'zan esingizdan chiqib ketadi. Ba'zan qilyapti turib boshqa ishlarga shug'ullanib ketasiz, ammo tasbih bo'lsa sizni eslatib turadi. Qala Abu Isa hadha hadithun gharibun, Tirmizi aytdilarki, bu g'arib hadisdir. La na'rifuhu min hadisi Safiyyah illa min hadha al-wajh min hadisi Hashim ibn Sa'id al-Kufi. Bu hadisni faqatgina Safiyani hadisdan taniymiz. Mana shu yo'lda, ya'ni Hashim bin Sa'id al-Kufi yo'ldan, falaysa isnaduhu bi ma'rufin, isnodi ma'ruf emas, taniq emas. Va fil babi an ibn Abbas, bu babda ibn Abbasdan ham rivoyatlar bor. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت كريبا يحدث عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي في مسجد ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم بها قريبا من نصف النهار فقال لها ما زلت على حالك فقالت نعم. Ibn Abbas Juvayriya bintil Haris radhiyallohu anhumdan rivoyat qilyaptilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Juvayriya bintil Harisning oldidan o'tdi va Juvayriya odamiz masjidda edilar. Keyin Payg'ambarimiz alayhisalom yana oldilarida o'tdilar. Kunduzining yarmiga yaqin bo'lgan vaqtda aytdilarki, sen o'sha erta bilandan shu vaqtgacha shu holatingda davom etdingmi dedilar. Juvayriya ha dedi. Qala ala uallimuki kalimatin taqulinaha. Sen aytadigan kalimalarni senga o'rgataymi dedilar. Subhanallohi adada xalqihi, subhanallohi adada xalqihi, subhanallohi adada xalqihi, subhanallohi rido nafsihi, subhanallohi rido nafsihi, subhanallohi rido nafsihi. Subhanallohi zinata arshihi, subhanallohi zinata arshihi, subhanallohi zinata arshihi. Subhanallohi midada kalimatihi, subhanallohi midada kalimatihi, subhanallohi midada kalimatihi. Aytdilarki, Allohning mahluqlarini adadicha Allohga tasbih bo'lsin, subhanalloh bo'lsin. Deb 3 marta aytibdilar. Keyin Alloh taoloni o'zini rizosicha, ya'ni Allohni rizo qiladigan darajada Allohga subhanalloh bo'lsin. Alloh taoloni o'zini rozi bo'ladigan darajada Allohga tasbihlar bo'lsin deb 3 marta aytdilar va Allohning arshini og'irligicha Allohga tasbihlar bo'lsin. Qani arshni bilasa qanchalik kattaligini, yer kurrasining og'irligi qanchalik katta. Endi butun yer osmonlardan nihoyat darajada katta bo'lgan arshning og'irligini tasavvur qiling. Shuncha tasbihlar Allohga bo'lsin deb 3 marta aytiladi va Allohning kalimalarini siyosicha tasbihlar Allohga bo'lsin. Allohning kalimalarini siyosicha. Qarang. Allohning kalimalari to'g'risida Alloh taolo Qur'onda aytadiki, agar butun dengizlar siyoh bo'lsa va butun daraxtlar qalam bo'lsa, Allohning kalimalarini yozsa bitira olmaydi deydi. Endi shu kalimalarni siyosicha degandan keyin nihoyat darajada ko'p bo'lgan. Shuncha tasbih Allohga bo'lsin deb 3 marta aytdilar. Qarang, Alloh taologa qanchalik ko'p zikr qilsak, Allohni ko'p maqtasak, Allohni tasbih qilsak, shuncha o'zimizga foyda bo'ladi. Ya'ni biz 100 ta zikr qilganimiz bilan aldanib g'aflatlanib qolmaylik. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ترمذي أبو حسن صحيح حديثه. ومحمد بن عبد الرحمن هو مولى علي طلحة وهو شيخ مدني ثقة وقد روى عنه المسعودي وسفيان الثوري هذا الحديث. محمد بن عبد الرحمن u Ali Talhaning mavlosidir. U Madinalik shayxdir, siqadir. Undan Mas'udi va Sufyan as-Savri ham shu hadisni rivoyat qilganlar.